Ikkala xudo xohlasa Surxondaryo viloyati Darqo'rg'on tumanida ishimiz ham O'zbekiston g'oyasiga yetish arafasida salqinda bo'lib go'zal bo'ldi. 660 ga yana salqin o'zib qoldi. Afg'oniston yaqin joy ekan, chang, bo'ron ko'p bo'lar ekan yerlarda. Shuni hisobiga ham shunaqa qilib yopiryapti. Hisobiga bo'lyapti. Bu yerda to'sib qo'ysa chang kirmaydi. Muzdagina. O'dletlarda suvlab, lekin muzdagina turibdi. Kelishilgan holda rekalarni ham tashlab berdik. Hisob yo'q eski tomonga qo'shib. Chekmalar masofasini qilib qo'yib berganmiz. Xudodan kamera qismi.